Bizga qo'ydirmasangiz ham qo'ydiradigan, o'rnatadigan joyingizga borib, sifatni talab qilib oling. Bugun Yevropa gazda Damas avtomobili va Gentra avtomobili, bu yoqda yana bitta Gentra avtomobillariga metan gaz o'rnatib beryapmiz. Videoni oxirigacha kuzatsangiz, narx-navolari bo'yicha qanaqa zapchas, qanaqa jihozlar bilan o'rnatib berayotganimizni batafsil tushuntirib o'taman. Damas avtomobilimizga 65 litrlik metan gaz ballonni Vikor brendi ostida O'zbekistonda ishlab chiqariladigan 65 litrlik ballonni mustahkam qilib, mana shumkalari bilan o'rnatib berilyapti. Oldiga qo'yiladigan jihozlar o'sha Xitoy brendidan 1 yil kafolatga ega Laiduo reduktori bilan o'rnatib beryapmiz. Kesalaring Damas, Gentra, Cobalt, Nexus avtomobillariga 2 soat vaqt ketadi o'rnatib berishimizga. 2 soatda o'rnatib beramiz kesalaring. Qancha vaqt ketadi deb ko'p kommentariyada savol berishyapti akalarimiz. Mana Damasga 301 salonda ko'rsatib turuvchi datchigi bilan o'rnatib berilyapti. Bu qulaylikni yanada oshiradi. Mana original reduktorimiz va original zapravochnisi va original dozator shlankalarigacha hammasini original jihozlar bilan o'rnatib berilyapti. Bizni kuzatishda davom eting, videomizga like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'ling. Bizni yo'qotib qo'ymang. Narx-navolarini batafsil videoning oxirida aytib o'tib ketaman. Bu Gentra avtomobilimizga 100 litrlik metan gaz ballonni avvalni chanaga mustahkam qilib o'rnatib beryapmiz. Original krani va mustahkam chana. Mana e'tibor beringlar. Qirrasi umuman botmaydi ballonga. Mana baquvvat tagiga o'zining maxsus poligidan qirqib joylashtirib berganmiz. Bu Gentra avtomobilimizni oldi qismiga, ya'ni o'sha blok boshqaruvi, ya'ni miyasini Stage brendidan GoFaz 200, Stack GoFaz 200 bilan jihozlab berdik, o'rnatib berdik. Reduktori original X reduktori bilan o'rnatib berdik. Eng sifati yuqori bo'lgan reduktorimiz original zapravочный va farsunkasi italyanskiy Rail brendidan 2 ohmlik tezkor bo'lgan farsunkamiz shlankalarigacha eng originalini o'rnatib beryapmiz. Azizlar, bularni hammasini birga-bir, ya'ni poddelka luks kopiyalari bor. Ularga ham 1 yil kafolat beramiz. Tanlov o'zingizda. Biz original desangiz original, Xitoy desangiz Xitoy qilib qo'yib beramiz, o'rnatib beramiz. Qo'ng'iroq qilsanglar, o'zlaringni qiziqtirgan savollaringga ham javob berishga harakat qilamiz. Bu qora Gentra avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz ballonni o'rnatib beryapmiz. Mana balloni Vikor O'zbekistonda ishlab chiqariladigan eng sifatli original krani bilan o'rnatib berilyapti. Mana bunga ham mana chanani ko'rishlaring mumkin. Umuman mana bu qirrasi botmaydi ballonga. Turish holati yasalayotganda ozgina yotqizib yasalgan. Mana bu qirrasi ballonga umuman tegmaydi. Eng baquvvat chanalarimiz, mana ustiga 3 kishi, 4 kishi chiqsa ham umuman qayrilmaydigan eng mustahkam chana bilan o'rnatib berilyapti. Yo'q. Bu qora Gentramizga 90 litrlik metan gaz ballonlar va oldiga qo'yiladigan jihozlar bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'tib ketadigan bo'lsak, Alex brendi Polshada ishlab chiqarilgan Made in Poland. Ko'rishlaring mumkin. Modeli Optima Pico, Polshada ishlab chiqarilgan eng yaxshi hozir, eng yaxshi sifatga ega bo'lgan blok boshqaruvlarimizdan o'rnatib beryapmiz. Sizlarga ham shuni tavsiya qilamiz. Original X reduktorimiz mana endi o'rnatishadi buni. Mana ko'rishlaring mumkin. Eng originali 5 yil, 6 yil indamay sizlarga xizmat qilib beradigan reduktorimiz. Xitoyda ishlab chiqarilgan 1 yil kafolati bor. Mana bu har doimgidek 2 ohmlik Rail brendidan Italiyada ishlab chiqarilgan 2 ohmlik tezkor bo'lgan farsunkamiz bilan o'rnatib berilyapti. Manzilimizni qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu yog'i Sardobadan katta betonkadan kelishda o'ng qo'lga Gulistonning ichiga 18 kilometr katta trassa bor. Mana shu 18 kilometr yurib kelib, o'ngga burilib, mana shu
ko'prikchadan o'tib, Anhor bo'yida joylashganmiz. Yevropa gaz, metan, propan servis avtomobillariga eng original jihozlarini o'rnatib ketishlari mumkin. Bu yoqqa Toshkentdan kelishda betonkadan most oldidan Jizzax tomonga burilib ketasizlar-ku. O'sha most tagidan to'g'ri 11-12 kilometrda yana bitta katta chorraha chiqadi. O'ng tomonga burilib 2 kilometrda bitta qayrilib olish bor. Qayrilib olib 30 metr yurib, o'ng tomonga burilib, mana shu ko'prikchadan o'tib kelsalaring, bizning ishxonamizga kelasizlar. Azizlar, tanlovda adashmanglar. Biz sifatli desangiz sifatlisini, arzonni desangiz arzonini o'rnatib beramiz. Tanlovda adashmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bosilgan like'lar ko'proq insonlarga YouTube videolarimizni tavsiya qiladi, insonlarga manfaatli bo'lishini xohlaymiz. Bu Damas avtomobilimizga 65 litrlik metan gaz ballonni 2 million 900 ming so'mga o'rnatib berdik. Bu Gentle avtomobilimizga 100 talik metan gaz ballonni hamma jihozlarini 4-pakelinasini originalini o'rnatib berib 5 million 300 ming so'mga o'rnatib berdik. Darvoqe yana ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Bu Gentle'imizga ikkita bazasi, ya'ni Gayni bazasiga va sentabr oyida ishga tushadigan bazaga ham ro'yxatga qo'yib berdik. O'sha summani ichida bo'ldi hammasi. Desalaring, sizga ham shunday sifatli qilib o'rnatib beramiz gaz jihozlarini. Bu Gentle avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz ballonni oldi qismlari original jihozlar bilan o'rnatib berdik. Bunga ham ikkita bazasi bilan, o'sha Gayni bazasi, zapravkani bazasiga ro'yxatga qo'yish bilan hamma hujjatlari shu yerda bitadi. 5 million 100 mingga o'rnatib berdik. Sizlarga yana bir ma'lumot o'rnida farsunkalarni Xitoy yoki original italyanskiy va Xitoyni farqlashni o'rgatib ketaman. Bu yoqda Xitoyda farsunkasi injektori, bu yoqda italyanskiy Rail kompaniyasiniki 2 o'nlik tezkor bo'lgan farsunka. Bu originali. Farqlaganda birinchi mana bu farqlaganda bu yashili masalan ochroq bo'ladi, originalda salgina to'qroq bo'ladi. Farqlari mana shunda bo'ladi. Keyin ichki tomonida plombasi ko'rinyaptimi? O'sha ozgina ko'proq quyiladi. Xitoy padelkada mana nomiga quyilgan. Hop, grantlarda farqlashlari mumkin. Grantida va buni grantida. O'sha joylarida farqlashingiz mumkin. Mana ochilishida ham farqi bor. Korobkasida mana 3 ta plombada turadi. Shilinib chiqadi bu yog'i. Mana Xitoyda hech narsa yo'q. Tanlovda adashmanglar. Original Xitoyni Xitoy deb qo'yamiz. Muhimi tanlovda adashmanglar azizlar. Bizga qo'ydirmasangiz ham qo'ydiradigan, o'rnatadigan joyingizga borib sifatni talab qilib oling.